Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. Men hozir sizlarga shunaqa chiroyli chiqadigan lola yengni tushuntirib qo'yaman. Albatta talablarga binoan. Birinchi o'rinda shunaqa material 2 qavat bo'ladi. Bu materialdan hozir bir dona yengimizni bichib olamiz. Buning uchun shunaqa qilib buklab olamiz. Yengimizga necha ketadigan bo'lsa, kenglik o'shani teng yarmini buklab olamiz. Undan keyin misol uchun men 25 uzunlikdagi yeng bichmoqchiman. Chunki lola yengni unaqa uzun qilib bichib bo'lmaydi. O'zimga 14 tushdim. Kengligini 17 qildim. 17 qilganim hisobiga bu yog'ini 9 qildim. Cho'k haqqisi bilan. Yengimizni bichib olamiz. Endi qatib olamiz. Va markazini keltirib olamiz. Endi yoygan holatda birinchi yengimiz qanday bo'ladigan bo'lsa, shunga moslab bir xilda qilib kesib olamiz. Birinchi yengimiz uzunroq. Bizda bitta lola keltirmani tikladi bu mana.